Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlar bilan Lev Tolstoy bilan birgalikda hayotning aniq bir nuqtasini qo'yamiz sizlar bilan. Lev Tolstoy bilamiz, rus adibi, bir nechta asarlari bor. Ulardan mashhurlari Dirilish epopeya asariga kiradi. Lev Tolstoyning Iqrornoma asari haqida sizlarga taqdimot qilib bermoqchiman. Bu asarda Lev Tolstoyning iqrornoma, ya'ni 20 yoshidan 18 yoshidan boshlab dunyo qarashlarini jamlagan biografik asar. Hayotida qanday xulosaga kelib, qanday cho'qqiga kelib, oxirida qanday xulosaga kelgan, hayoti davomida misol uchun u urush davrini hayotidan boshidan kechirgan adib, turli cho'qqilarni boshidan kechirgan va oxir-oqibat qanday iqrorga kelganligi haqida aytib o'tilgan, o'zi yozib o'tgan asar. Iqrornomada aytiladiki, 18 yoshida bu nasroniylik dinida, xabarlaring bo'lsa, nasroniylik dini ham bor. Pravoslav mazhabi bor. Ana shu pravoslav mazhabida cho'qintirilgan kishi bo'ladi. 18 yoshida bu bitta Dmitriy degan akasi qandaydir o'zi hozir hayotimizda ham shu narsa bo'ladi, qandaydir holat bilan dinga berilib ketib, ya'ni o'sha nasroniylik diniga berilib ketib, pokiza hayotni xohlab qoladi. O'sha hayotga yashaydi, ro'zalar tutadi, namoz o'qiydi. Shu holatda yashaganida bu birinchi bo'lib bularda o'sha Xudo yo'q degan ongiga singdirilgan. Lev Tolstoyning Xudo yo'q degan narsa ularning ongiga singdirilgan bo'ladi. Akasi shunday holga tushib qolgandan keyin jamoat bilan, qo'shnimi, u boshqami jamoat bilan birgalikda u ham akasini ustidan kuladigan darajadagi kishi bo'lganda, bu asarni o'qib turib to'g'risi o'zim ichiga kirib ketib, hayratga qoldimda. Bu qanday iqrornoma asar o'zi qanday, nima uchun iqrornoma deb ataldi? Bu hayoti davomida urushga borganida aytadiki, men har ishni qildim. Qotillik ham qildim, ya'ni urushga borganda odam o'ldirdim. Yolg'onchilik ham, zinokorlik ham qilgan. Tan olib turibdi, o'g'rilik ham qildim deydi. Keyin har yomon ish bo'lsa, aroqxo'rlikda ham, o'tkazdan ham ketib ko'rgan. Har ishni borgan, tubigacha borgan ekan. Va bunga tan olib turadiki, men o'sha ishlarni qildim. Lekin bir narsa qiynagan uni hayoti davomida. Men kim emas, men nima? Men nimaman? Men nima uchun hayotga keldim, nima qilishim kerak? U yozuvchi bo'ldi, yozuvchilar davrasida yashadi. Yozuvchilar davrasida yashadi, bir qancha asarlarni yozib qo'ygan, mashhur bo'lgan, kundan-kun mashhurlikka erishdi. Lekin yozuvchilik davrida yana shunday xulosa kelyapti uning fikriga. Falsafa universitetiga kirgan, bu falsafa fakultetiga. Bu aynan o'sha doirada gazetada chiqargan yozganlarini, kitoblarda chiqargan, lekin o'sha doirada, o'sha yozuvchilar davrasida shunday fikr uyg'onatganda, biz mana yozuvchimiz qachon yolg'on so'zni so'zlasak, martabamiz ko'tariladi. Haqni so'zlasak tushib ketyapmiz. Demak, biz bu taraqqiyot, ana shunga qarab yurishimiz kerak ekan degan xulosaga keladi va yozib mashhurlikka erishishni boshlaydi. Lekin oxir-oqibatda bu hayot qiziqarsiz bo'lib qoladi-da. Nimaga bunaqa hayot deb qiziqarsiz bo'ladi-da, keyin yo'q deb o'zini qishlog'iga, maktabga o'qituvchilikka qaytadi. Maktabga dars berishni boshlaydi. Maqsad nima? Men nima uchun kelgan? Yana shu savol qo'yiladi. Men nima uchun kelgan hayotga? Men nima qilishim kerak? Qanday yo'l tutishim kerak? Bolalarga o'zim bilmagan narsani o'rgataman, lekin u aslida bir yetuk adib. O'sha vaqtda ham yetuk adiblik darajasiga borgan, lekin u bilmayman degan so'zni o'ziga oldiga qo'yib oldi. Men bilmagan narsani bolalarga o'rgataman degan narsa uni qiynayverdi. Men kim, o'zi nimani o'rgataman ularga? Yana o'qishga ketdi. Yevropaga o'qishga ketdim deb. U yerda ham o'rganib keldi. Lekin yana darsga qaytganda yana shu narsa qiynadi. Oxiri bu narsalar uni ezishni boshladi. Ezishni boshlagandan keyin bu tinmasdan fikrlash, nima uchun kelganman, men nima javob topa olmayman. Ilmga qarab yuzlandi. Yevropaga borganda ilmga qarab yuzlandi, kelib dars berdi, yana ham chuqurroq kirmoqchi bo'ldi-da. Keyin ilmni har bir cho'qqisini ko'rib chiqdi. Kimyo,
filologiya, fizika, matematika, til deysizmi, har bir fanga kirib ko'rdi. O'rganib chiqdi, keyin aytadiki, ilm menga javob bera olmadi. Matematika haqiqatni, haqiqiy, misol uchun aniq fanlar, aniq narsaga javob beradi, metafizika esa men bergan savolga javob bera olmadi. Ilmdan topa olmadi. O'sha o'zi berayotgan men nima uchun kelgan, men nima qilishim kerak degan savolga javob topa olmadi. Ilmdan keyin to'xtatdi-da shu yerda oilasiga qaytdi. Oilasiga qaytgandan keyin xotini, farzandlari bilan hayot kechirishni boshladi. Demak, men dedi, u o'zining fikrlaridan kelib chiqib, falsafiy qarash fikrlardan kelib chiqib aytdiki, men oilam bilan demak tinch, totuv, baxtli yashasam shu yetarli ekan. Chunki uni olib boradigan narsasi, o'ylayotgan fikrlari o'zini o'ldirish darajasiga olib borayotgan. Men nima uchun keldim? Ilm topdim. Demak, bu tubsiz jarlik. Men yashashda maqsadim yo'q dedi. Keyin oilasiga qaytgandan keyin qaradi, bir ma'ni topgandek bo'ldi. Yashadi-da, lekin borib buni bizga o'zi kim o'rgatgan? Bu oila qurib, farzandli bo'lib yashashni bizga kim o'rgatgan? O'zi men nima degan savol yana qiynashni boshladi. Keyin bu oiladan yana uzoqroq bo'lib, o'sha savollarga javob topishi kerak-da, bu javob topishi kerak. Yana yuradi. Lekin bitta hikoyani shu yerga keltirib o'tadi. Bu shunday hikoyaki, hayotni shunga ta'sirlaydi. Men arslondan qochyapman. Ya'ni o'sha hayotdan qaysi jabhasida bo'lmasa qochyapman. Lekin o'sha uni arslonga qiyoslaydi. Keyin qochgan sari quduqqa tushib ketdi. Quduqqa tushgandan so'ng esa quduqni tubida ham ajdarho bor ekan. Yuqoridan uni arslon qilyapti. Quduq tubida ajdarho bor. O'sha tushib ketayotganida bitta shox kelinib qoldi. U shox kelinib qolgan, ikki qo'lini bilan inib qolgan. Endi shu yerda o'ylab turibdi. Hozir qachondir baribir qo'li charchaydi. Hammani qo'li charchaydi. O'sha qo'yib yuborsa, o'sha ajdarhoga yem bo'ladi. Keyin o'sha shox ustida yana fikrladi. Ikkita sichqon bor. Bittasi oq sichqon, bittasi qora sichqon. U oq sichqon bilan qora sichqon o'sha daraxtning shoxlarini kemirishni boshlayapti. Lekin o'sha turgan holatida yana ikki tomchi asal bor ekan. Ikki tomchi asalni yalab turibdi. Yashash uchun yalab turibdi. Endi u nimaga qiyoslaydi? Pastdagi ajdarho bu o'lim dedi. Ikkita sichqon oq bilan qorani, bittasi kun, bittasi tunga qiyoslaydi. Qarasak, vaqt o'tib ketyapti. Men hech narsa, u shuncha yozdi lekin. Qarasaki, hech narsaga erishmagandek his qilyapti. Kun tun tezlik bilan o'tib boryapti. U asal esa bittasini oilasiga qiyosladi. Tilmisiz oilam bilan bo'lishim kerak deb u asaldan tatib turdi, bittasini adibligiga qiyosladi-da. Shu yerda. Lekin haqini ko'rmadi, topa olmadi. Oilasidan chetlandi, men topishim kerak degan savollar qiynadi uni. Va oxir oqibatda xalqqa nazar, xalq ichida yashashni xohladi. Endi bu yozuvchini hayotida bo'lib o'tgan narsalarni tasvirlab beryapti-da. Nimaga iqror bo'ldi bu? Keyin o'sha qaradiki, xalqning ichida haqni biladiganlar bor ekan. U haq nima? Dinga qarab yuzlandi. Endi mana Rossiyani bilsak, asosiy dini bu nasroniylik dini, dinga qarab yuzlandi. Va o'sha cherkovda rohiblar bilan birga hayot kechirib, dinni avval o'zi birinchi qarshi bo'lgan bu dinga, lekin o'sha hayot taqozosi bilan haqni izlab o'sha dinga kirib qoladiki, endi men buni bilishim kerak ekan deydi. Lekin o'sha rohibga shogird tushganda ham o'sha dinda bir yolg'on, lekin o'zi yozib turib, qaysidir rivoyatlarga asoslangan deb taqqoslab chiqyapti. Rivoyatlarga asoslangan bu din. Keyin ular yozganiga amal qilmaydi degan xulosa kelib qoldi. Bundan ham bezib boryapti-da. O'sha dindan ham bezib boryapti. Lekin oxir oqibatda nimaga iqror? Mana hozir sizlarga o'sha savolni bermoqchiman. Siz mana hayotingizga hozir 54-55 yoshdasizlar. Mana shu yoshga kelib yoki bo'lmasam yoshlarimiz borchimiz, mana shu yoshga kelib men nima uchun kelgan hayotga, men nima qilishim kerak? O'zi men kimman degan savolni oldingizga qo'ydingizmi? Hatto Lev Tolstoy o'zini oilasidan ham chunki ko'rdi. Bu oddiy hayot bizga kim o'rgatgan? U haqni ko'rmoqchi. Kim bor? U fikrlayapti. Demak, bizning ustimizda kimdir bor nazoratchi bularni o'rgatgan.
o'sha haqni topmoqchida. Sizlar shu savolni o'zlariga berganmi? Shu yoshga kelib. Bu iqror bo'lgani o'sha xalq bilgan narsani men shuncha yozib bilmagan ekanman. Shuncha kitob o'qib bilmagan ekanman, xalq bilgan ekan deb xalqni ichiga kirgandan keyin nasroniylik dinni o'rgandi va undan ham ozroq sovush bo'lgandan keyin oxirida bir tush ko'radi. Tush ko'rgan bu tushini izohlab beryaptiki, yana bundan tashqari ma'lumotlarda ko'rdim. Lev Tolstoyning oxirgi so'zi bu islom diniga ostonasida turganligini ko'rsatib bergan asar ekan. Oxirida nuqtalari bor, tugallanmagan deb o'yladim men, lekin ostonasida turganligini Muhammad sallallohu alayhi vasallamni izdoshlari bilan suhbatda xat yozishmalarini ham ko'zdan kechirib chiqdim. Haqiqatan bu kitobni o'qigandan keyin albatta siz ham o'sha xulosaga kelasiz.